Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Qovoqning foydali xususiyatlari haqida video lavhalarimizda aytib o'tganmiz. Asalning foydali xususiyatlari haqida ham video lavhalarimiz ko'p. Bugun esa ikkisini birlashtiramiz, ya'ni asalli qovoqning tabiiy foydali xususiyatlari haqida ma'lumotlar taqdim etamiz. Asalli qovoq tabiiy qalqon hisoblanadi. Qovoq va asal qo'shilmasi immunitetni ko'taradi, virusga qarshi himoyani kuchaytiradi, C vitamini va beta karotinga boy, terini ham yoshartirib turadi. Noyob ma'lumotni tinglang. Qovoqdagi kukurbitsin moddasi organizmda interleykin 2 ishlab chiqarishni faollashtiradi. Bu modda saraton hujayralarini yo'q qiluvchi tabiiy muhofaza sanaladi. Bilasiz, hozir ko'pchilikda saraton kasalligi uchramoqda. Bu malhamni esa profilaktika sifatida, shuningdek, saratonni tezroq yengish uchun ham iste'mol qilsangiz bo'ladi. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, qovoq va asal aralashmasi shuningdek jigar uchun juda foydali. Tavsiya: qovoq sharbatiga 1 choy qoshiq asal qo'shib, ertalab och qoringa 10 kun davomida iching. Natija sizni quvontiradi. Kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. Xayron o'z kanali faqat siz uchun.